Siz yoshingiz 20 dan 40 gacha, lekin sizni qoningiz quyuq ekan, profilaktika sifatida qon sulduradigan dori ichishingiz kerak deb eshitdik. Yoki siz o'zingiz o'zboshimchalik bilan qon sulduradigan dori, aspirin, kardiomagnet, trambas yoki trombopol degan dorilarni ichyapsiz. Bu qanchalik to'g'ri? Assalomu alaykum barchaga. Men tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali yurak jarrohi Ilhom Oybek Erkinovman. Hozirgi kunda yoshi 20 dan 40 gacha bo'lgan yoshlar orasida ommabop beriladigan savollardan biri qon suyultirish maqsadida yoki profilaktika maqsadida aspirin, kardiomagnet, trambas yoki trombopol degan dorini ichib yuraman. Shuni davom ettirishim kerakmi degan savollarni ko'p berishadi. Inson organizmi murakkab tuzilgan bo'lib, hamma narsani sog'lom davrimizda o'zi boshqara oladi. Masalan, biz yaralganimizda qon tomirimizning eng ichki pardasi endoteliy deb ataladi. Endoteliy qavati yurak qon tomir sistemasida aylanayotgan qonning devoriga yopishib qolmasligi uchun maxsus dori moddalarini ishlab chiqaradi va maxsus mexanizmlari bor. Hech qachon bizda tromb hosil bo'lishi kerak emas. Erkaklar 35 dan oshgandan keyin, ayollar menopauza yoshida bo'lgan davrlarda yurak qon tomir sistemasining endoteliy qavatini tagida glyukozamin glikollar o'rniga xolesterin moddasi o'tiradi va yurakning eng ichki pardasi endoteliy qavati butunligi buziladi. Ana shunday holatlarda ateroskleroz rivojlanadi. Ateroskleroz rivojlangan bemorlarimizning barchasiga aspirin tavsiya etiladi. Aspirin, ya'ni kardiomagnet trambas degan dori moddasi infarkt, insult bo'lish xavfini 2 baravariga kamaytiradi. Sizda xafaqon, ya'ni gipertoniya kasalligi bo'lmasa, qandli diabet bo'lmasa, yurak ishemik kasalliklari va insult o'tkazmagan bo'lsangiz, sizga shifokor tavsiya etmagan holatlarda o'zboshimchalik bilan aspirin ichish tavsiya etilmaydi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, dunyo bo'ylab minglab yoshlar orasida o'zboshimchalik bilan profilaktika maqsadida aspirin qabul qilish natijasida qon ketishlar orqali shifoxonaga tushib qolishadi va bu jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Aziz yurtdoshlar, agarda sizda profilaktika maqsadida aspirin qabul qilish istagi bo'lsa, darhol kardiologingizga murojaat qiling va shifokor nazoratida ichilishi tavsiya etiladi.